Okeli bu yoq risviga keltirish. Mana bu tomon qo'yli tomon. Mana A palasani ko'ryapsizlar. Mana shu A palasidan bemalol kelaverasizlar. Mana xodimimiz kutib olishadi. Hozir bitta xodim ishlayaptilar. Hozir 2-3 ta qilib qo'yamiz buni. Chunki qoidabuzarlik ko'p bo'lyapti. Akalar, sizlarga 100 marta aytilyapti. Hamda A palasidan yurmanglar. Uje jarima ballari ishga tushgan. Imенно taksistlarga qiyin. Hammamizning mashinamiz arenda. O'shaning uchun ham mana A palasidan yurib o'tirmaylar. Mana hamma tushyapti, qiynalyapti. Ertaga proverishon bo'lib ketsa, to'lamay qolasizlar ertaga arendalarni. Yani mana bunga yurish mumkinmi, mumkin emasmi, kim biladi? Mana akamiz javob bersin. Ko'pchilik A palasan jarimasini bitta minimalka deb o'ylayotgan, yo'q, adashasizlar. 3 ta minimalka 1.236.000 bo'lgan. O'shaning uchun ham birinchidan normal summaga tushasizlar, ikkinchidan jarima bali ketaveradi, yozilaveradi. O'shaning uchun ham ehtiyot bo'laverasizlar. Ertaga pravilani oldirib qo'yganlardan keyin anita arendaga olgan yoki kreditga olgan mashinalarni to'lamay qolasizlar. O'shaning uchun ham ehtiyot bo'lib yuraverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.